aleyküm yurttaşlar. Biz Kırgızstan'dan, Çoğun Qishlog'dan keldik. Şu Jononbek'de kasalxonasini eshitib, 5 kundan beri şu davolanib, kasallarimiz allaqancha yengilladi. Dardlarimiz, oyog'im og'rirdi, tizzam, tovonida tuz bor edi. Ular yo'q bo'ldi. Pochkalarimiz shamollagan ekan, shamollashlar yo'q bo'ldi. Burnimda nafas ololmasdim, bir yildan beri ular ochildi. Hozir Xudoga shukr, zo'r, yaxshimiz. Ayolimdan kelganman. Hurmatli yurtdoshlar, assalomu alaykum. Biz Qirg'izistondan Uchqo'rg'on qishlog'idan keldik. Jononbekni eshitib, asalari bilan davolashini. Bu tabib ukamiz nihoyatda chiroyli kelgan kasallarga muomala qilib, qabul qilib oldi. Mana biz 5 kundan beri davolanyapmiz. Men 7 yildan beri og'rib yurardim. Bu 7 yildan beri mendan hech qanday bir kasallikda alomati chiqmadi. Lekin og'riq bor edi. Shu yerga kelib 2 kun ana shu asalarini olgandan keyin o'zgarishlar boshlandi. O'zgarishlar yaxshi, og'riqlar ancha yaxshi bo'ldi. O'sha vaqt davomida yana bir oyog'im qattiq urilgandi. Ana shu panjamni og'rig'i 2 kunda panjam ishlab ketdi-da. Katta bosh barmog'im, oyog'im og'rirdi. Hozir bemalol oyoqda og'riq yo'q, yaxshi. Endi mana bu 8 yana 3 kundan keyin bir kurs nimasi tugasa, 5 kun dam olib, ikkinchi nimasiga ham kelmoqchiman. Natijasi yaxshi. Bu Jononbek nihoyatda nomiga munosib yigit ekan. Shu atrofimizda shu kamgina og'riq bor desak, shu o'zini qo'yarga joy topolmaydi. Rahmat. Alloh bizga shunday insonlarga yo'liqtirganiga behisoblar shukr qilaman. Bu ham Allohning bir nimasi, berganimizga ne'mati bo'lsa kerak. Allohga behisoblar shukr qilaman. Kelinglar, ana shu yerda juda ham nihoyatda hamma dardga shifo bor ekan. Bizni yonimizda yotganlar bir nechtasi mana kelib chiqib ketishyapti. Zo'rg'a kirib kelganlar ham shunday yaxshi bemalol qomatini ko'tarib chiqib ketyapti. Shu yerga kelib sizlar ham davolaninglar, hurmatli yurtdoshlar.